Sevdi, yana qoidalarni buzyapsan. Shu qoidalaring bilan Mahmutimga emas, Mahmutimga kelding. O'sha Yasmining bilan baxtli yashasang bo'lmaydimi? Tayyor haqiqiy xotin. Soxtasini boshingga urasanmi? Yasmin shoh bilan tushgan rasmini ko'rib qopti. Agar hozir ajralsak, u hammasi o'yin bo'lganini bilib qoladi. Sevdi. Soxta bo'lsa ham sevgimiz hurmati. Yana 2 kun ichida, iltimos. Tushunarli. Ana endi malikalardek hayoting tugadi, Sevdi. Biz kutgan vaqt keldi. Mahmud, endi bu spektaklda chiqish navbati seniki. Senden geçemiyorum ben hala. Sevgimiz haqida gaplashsak. Soxta sevgimiz haqida. Nima farqi bor? Juda ham katta farqi bor. Bizning sevgimiz. Bu o'yin. Shu o'yinni tezroq tugatsak juda ham yaxshi bo'lardi. Menimcha esa bu o'yin emas. Endi sensiz yashamasam kerak. Mana. Lekin sevgimiz o'yin bilan boshlandi. O'yin bilan tugasin. Xullas, Ilyos yaxshi aktyor ekan. Bu Tohir va Zuhra spektaklini tugatmasak bo'lmaydi. Xabaring bormidi? So'zingni isbotlab bera olasanmi? Ertaga to'y bahonasida hammani uyga chaqiring, men esa Mahmudni chaqiraman. Shunda bu spektakl tugaydi. Shoh, yomon ko'rgan odaming ham birdaniga sevib qolish mumkinmi? Hayotda hamma narsa bo'ladi. Katta shaharlarda ham kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi deyshadi-yu. Jinnivoysan-de. O'sha uchun seni yaxshi ko'raman. Meni kechir. Sen o'ylagan odam emasman. Bunchalar sodda sana Sevdi. Ertaga hammasi tugaydi. Nima deb o'ylaysan? Sevdini tovlamachilikda ayblab qamat borsammikin? Biz bunaqaga kelishmagandik. Mahmud, o'zingmisan? O'zimmi? Sen ham Sevdini... Yo'q. Ertaga hammasiga o'zing nuqta qo'yasan. Yaxshi. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Nima bo'ldi? Operatsiyadan chiqib qoptilar. Zo'r. Uyimdagilarga o'qishga borishim kerak. Bilaman, to'yni 3-4 yildan keyinga qoldiraylik deyman. To'g'ri, faqat sal yorona. Bo'ladimi, begim? Yo, oshib ketyapti-da, sal aktyorlik mahorati. Bu jinni na sovuqqa ko'nadi, na issiqqa. Ey, to'xta. Assalomu alaykum ada, keldim. Soxta kelin qani? Assalomu alaykum ada, keldim. Soxta kelin qani? Tushunmadim. Nimani tushunmayapsan? Ha? Bizni ahmoq qilganingni tushunmayapsanmi? Yoki masxaraboz kelinni olib kelganingni tushunmayapsanmi? Gapir. Ada, hozir hammasini tushuntirib beraman. Bizga hammasini Mahmud tushuntirib beradi. Yasminning gaplari to'g'rimi? Hammasi to'g'ri. Orasidagi sevgidan boshqa. Unga sevishingni ayt. Demak, muhabbatlar yolg'on emas ekanda? Demak, yolg'on sevgi chinga aylanibdi-da. Unday bo'lsa, Sevdi biz uyimizda kelinligicha qoladi. Adolat qaror topdi, lekin kimdir mendan fikr so'radimi? Bir qarasa haydab orasizlar, bir qarasa kelin qilasizlar. To'g'ri kambag'al bo'lishim mumkin. Lekin o'yinchoq emasman. Meni kechiring. Sevdi. O bola, shu qizni yaxshi ko'rasanmi? Unda nega qarab turibsan? Chop orqasidan galvars. Sevdi. Tavsiya zo'r ekan. 50 ming berib tur, yo'l kiramga yetmayapti. Yo'l kira nech pul ekan? 60 ming. Sen qatdan qotlanch topib olasan? Sen buni ta'mini bilmaysan. Nega bilaman? Nimani ta'mi? Sevgi ta'mi. O,
Ba, sevgi. Bosh harfi S, sevdi. Ta'mi, oxirgi harfi I. Ilyos. Demak, hot lunch Sevdi va Ilyosning sevgi ta'mi. Qacho'z. Dadasi, Sevdi qaytarmikan, ha? Agar o'g'ling menga o'xshagan bo'lsa, qiz qaytadi. Meni yoshligim esingdami? Siz qandoqsizki, meni esimdan chiqsa. O'g'lim bilan nevaram o'z oyoqlarida eson omon kirib kelishlarini o'zing nasibi ro'za aylagin.